Aynan shu Onyx ga gaz Nexusdan bitta propan gaz ustanovka qilish kerak. Chunki pachka mashina bittagina propan gaz yetishmayapti. Ekranga like bosing. Primoy dehqondan 2024-yilda ishlab chiqarilgan Onyx Premier Plus topib qo'ydim. Tonirovkalari mavjud, holati zo'r. 22 ming kilometr masofat bosib o'tgan. Egalarning aytishlari bo'yicha kraskalar absolyutno top-toza, yana ko'rib tekshirtira olasizlar. Marhamat, aytganimdek tonirovkaga ruxsat beskuvchovli dostуп. Bu Premier Plus orqalarida ham abagriv sideniyar. Bunda qulayliklar juda ham ko'p. Nimaga? Chunki olaylarda ham sideniya abagriv, elektronli rul, cruise control, klimat kontrol, avtoparkovka, slipoy zona mavjud emas. Nega? Xo'sh, ana orqalarni ham qarang. Aytganimdek, orqalarda ham abagriv sideniyasi bor. Shu mashina Onyx ga bo'lsa, bitta shumka qilib haydasangiz va shu zo'r bo'ladi. To'xtab qilamiz. Iceberg suvlarini ichib maza qilasizlar, xo'pmi? Qarang, Premier qoraytirib qo'yganlar, turbolarni ham qoraytirib qo'ygan. Mashincha o'zi qop-qora. Egasi nima deganini aytaymi? Qarang, zapaskalar tushmaydi. Egasi naglar aka, ochiqcha men nima qilaman sizga? Yolg'on gapirib dedi. Mashina faqat 100 benzinda yurgan deyapti. Nomeri ham kurtoy. Agar plyus yetmay qolsa, agar 4, 5, 6, 7 ming so'm mashina kutib turadi. Nasiya savdoga ham bo'ladi, naqd pulga 13.050 dollar, nasiya savdoga ham bosib olsangiz bo'ladi. Plyus masalan 4-5 oyga yetmasa agar egasiga aytasiz, kutib turadi. Lekin hujjatiga o'zlaringiz javob berasizlar. Koreysda o'z javob bermaydi mutlaqo. Nomer telefoni pastda bilan ekranga like bosib, obuna bo'lib, keyingilarga telefon qilasizlar. Sog' bo'ling.